Assalomu alaykum ikki oyoqli obunachilar. Ahvolingiz yaxshimi? Tuzumi sizlar charchamayapsizlarmi? Deganiga murojaat qilib nima qildim? O'zimni auditoriyam, ya'ni birodarlarimiz ko'p bo'lgani kabi, agarda siz shu sohada bo'lsangiz, aloqaga chiqsangiz, yordamingiz tegsa xursandmiz. Yoki-da kerakli odamlarga jo'natib qo'ysanglar ham inshaalloh menga juda ham katta yordam bergan bo'lasizlar. Ko'rib turganingizdek, biz Olmazor tumanida joylashganmiz. Orientirimiz Farovon to'yxonani ro'parasidagi mahalla, katta ko'chadan 150 metrgina ichkarida joylashganmiz. Beruniy metrodan esa bor yo'g'i 1,5 kilometr pastda joylashganmiz. Ko'rib turganingizdek, xudo xolasi, maktab bog'chamiz 20 qadamgina bu yoqda joylashgan. O'zimni xonadonimni, ya'ni yashab turgan uchastkamni sotuvga qo'yganmiz. Birgalikda esa sizlar bilan ichkariga tashrif buyuramiz va batafsil obzorlarni olib boramiz. Xonadonimizga kirib kelaverarkansizlar, hurmatli obunachilar. Umumiy maydon sotuvimiz 4,5 sotuq. Avvaliga bunday e'tibor bersanglar, xonadon o'zi asli 9 sotuq, Hasan Husanga mo'ljallab qurilgan. Ya'niki ikkita bir xil xonadon. Alohida oladigan bo'lsa, 4,5 sotuqdan kadastrlari ham, barcha xat hujjatlari alohida joylangan 4,5 sotuqdan tushgan chiroylikgina ko'rkam xonadonim bo'ladi. Xonadonimiz 2018-yil qurib bitkazilgan va 2019dan o'zimni oilam bilan kirib yashashni boshlaganman. Hurmatli obunachilar, u hech qanaqa tirikchilik uchun yoki da olib sotarlar tomonidan yoki olib sotish uchun mo'ljallab qurilmagan. Nimaiki rasxoti bo'lsa, barchasidan qochmasdan hammasini o'zimiz uchun chiroyli qilib qurib bitkazganmiz. Endi avvalo sotishdan maqsad bizning oilamiz keng 4 ta aka-ukamiz sekin inshaalloh o'zbekchiligiga borib taqaladi. Hammasi alohida vatan qilish niyatidamiz. Va aytib o'taylik, men hech qanaqa uychimasman va makler emasman. Obzorlarimda qatlardadir xato kamchiliklar bo'lsa, ko'z yumib olasizlar, balkim to'g'ri tushuntirib bera olmasdirman. Ko'rib turganingizdek, xudo xolisa, xonadonimiz 3 etajdan iborat, ya'ni podvallari bilan hisoblaganda, umumiy 6 ta xonadan iborat va 2 ta glavniy hol. Podvalimiz alohida bo'ladi, keng hol va 2 ta xona podvalda ham tashab o'tilgan. Va uyga yuragi bo'lmish kotelnik ham alohida xonalarda joylashgan. Buni ko'rasizlar, akalar. Xudo xolasa, ushbu xonadon hozir sizlar 9 sotuqda turibsizlar. Xonani uyi ichlari razdelni, faqatgina oshxona bilan ushbu hovlidan devor tortish qolgan. Xudo xolasa, u savdoyimiz va baylarimiz bitib olsa, ularni ham kelishib boshqa qilib qo'ramiz. Mana sizlar ko'rib turganingizdek, mana shu hovlimizdan tortib, sho'ttangina devor olamiz. Faqat sho'tdan. O'sha razdelning bo'lib olinadi. Xudo xolasa, bo'ldi. Faqatgina hovlida. Semon suvoyi va atmosferga e'tibor bersanglar, hech nimadan qochilmagan umumiy jami rom eshiklarimiz Angelberg original. Nimaki bo'lsa, akalar gap ochiqlar o'sha payt alhamdulillah kengchilik bo'lgan. Hamma narsani zo'r-zo'ridan qilib qochmasdan flajina qilingan. Bularni qolsa kichkina bo'lib qolmasmikin degan savol keladigan bo'lsa, yo'q, ko'rib turibsizlar, jami 9 sotuq, lekin bu yoqdan mana o'rta palasadan devor olganimizda ham zeleniy zonalarimiz juda keng ahvolda qolibdi, xudo xolasa. Va bitta narsani fishkani aytib o'taman. U yo'lni qo'shni oldi bekorga chiqmagan. Alhamdulillah, qo'ni-qo'shnilarimiz hammalari o'zbek oila, o'zbek xonadonlar va mutlaqo juda yaxshi insonlar. Xudo xolasa ko'chib kelsanglar ham avvalo qo'shni olish kerak ekan. Juda. Men faxrlanadigan qo'ni-qo'shnilarim bor, alhamdulillah. Juda ham yaxshi holatda va yaxshi atmosfera muhitga ko'chib kelasiz. Birinchi etajga tashrif buyurarkansizlar, glavniy hol va родительский spalnya joylashgan va bu yerda esa xudo xolasa umumiy zal va bu yoqda ayollarimiz yuriga qo'ygan oshxonamizda joylashgan, xudo xolasa. Uylarni e'tiboriga va devor balandliklariga e'tibor berasizlar, xudo xolasa. Juda ham ko'rkam va shirin qilingan. Va umumiy xonadonni men bor yo'g'i mana shu birinchi etajdan foydalanganman. Ikkinchi etajda xudo xolasa kenja o'g'illarga, boshqaga kelinlarga mo'ljallab qilib tushirib olsanglar bo'ladi. Aslan bilan birgalikda qolgan xonalarni obzorga yuramiz. Ushbu birinchi etajimizda ko'rganingizdek glavniy hol va har bitta etajda bittadan sanuzel bor. Hol uchun ham alohida sanuzel tashab o'tilgan, xudo xolasa. Glavniy родительский komnata, zal, hol va nima deb nomlanadi tushunmayman. Holimizda havo aylanmasi uchun orqa tomondan tashab o'tilgan joyi bor. Sizlar bilan ikkinchi etajga ko'tarilarkanmiz, xudo xolasa. Ikkinchi etajimiz bo'sh, bo'ladi. Sizlar glavniy hol kutib oladi, xudo xolasa. Juda ham keng, ya'ni xonani balandliklariga e'tibor beringlar, juda ham baland.
shinamgina qilib boshlab xonadonga xudo xolasa. Bu yoqda bizning balkonimiz bor. Umumiy xonadonga qarab kutib olib chiroyli qanaqani berib turadi. Tepalarimizda esa umumiy 4 ta spalni, ya'ni 4 ta xona, alohida zallarimiz bor, bir ko'rishingiz mumkin. Bunday kengina zallarimiz bor. Podvaldan tortib ikkinchi etajgacha mutlaqo hammayoqdan to'plab bo'lib o'tgan akalar. Umni dom deydimi, o'zimizning hozirgi o'zbeklarning tilida. Xullas aqlli uy. Hamma yog'ini to'plab bo'lib akalar. Ikkinchi etajda yetganimda yashanmagan. Eshigiga ruchkalar qo'yib olinadi. Samozelga rakvina unitazga olib kelinadi va tepaga o'sha lustra kirib xudo xolasa bu yo'lga bemalol foydalanilsa bo'ladi. Birinchi etajda mutlaqo tayyor va ikkinchi oshxonani bitta sozlab olish kerak ekan, ya'ni yengil kuxnya, gaz va hokazo narsalarni o'rnatib olsa bo'ladi. Aytib o'tganimdek, xudo xolasa hovlidan yorolamiz va pastiga oshxonani ham alohida ajratib olamiz. Biz faqat asosiy piyoda istiqomat qilgan ukalarimiz va mana bu xonadonda bir o'zim oynam bilan birinchi etajdan foydalanib qilganmiz. Aytib o'tganimdek, oyna romlarimiz barchasi emizolga xudo xolasa hammasi o'zimiz uchun foydalanish uchun qilingan, oldi qochdi qilib, qo'l tegdi qilib, qurdi, sotdi, ketdi emas. Xudo xolasa inshaalloh duo qilib yashaysizlar. Avvalo baylarimizni kutib qolamiz. Xudo xolasa yaxshi niyatda sotuvman va yaxshi niyatda xudo xolasa foydalanadigan inson kelsa juda ham xursand bo'lardim. Aytib o'tganimdek, shu sohada yuradigan yoki Toshkent shahridan, shu tumandan ko'ngli zillab turgan odam bo'lsa, ma'qul kelsa, shunaqa insonni agar siz bilsangiz, jo'natib qo'ysangiz, men juda xursand bo'lardim. Qanchalik ko'p foydasi yetmasa, xudo xolasa inshaalloh duolarimizni eslab o'tamiz. Sizlar bilan birgalikda podvalni ham bitta obzor qilamiz. Yo'qsanglar bo'ladi. Podvalimizni o'zi juda keng joylashgan, bo'y tomonlama ham hamma tomonlama o'sanglar bo'ladi. Любой fitness sistemi, trenajyorlik foydalanishga bilyapti, ofis qilaman yoki kim bilan umumiy foydalanishadi. Nimadir o'zingizda tijorat qilib, bemalol foydalansangiz bo'ladi xudo xolasa. Umumiy hol va bu yoqda ikkita alohida xona va bu yog'imizda yuragi bo'lmish katsonga joylashgan. Agar cho'qlik mexanizmlar hamma narsalar shu yerda joylashgan. Bu yoqda prachxona, ya'ni kir yuvish uchun mo'ljallangan ayollarimiz va o'zbek kompot shunaqa narsalar yopish yaxshi ko'radi o'zbek oilalari. Shu bonka xona qilib joylashtirib o'tganmiz. Ko'rib turgan xonada oshxona bo'ladi. Shu aytganimdek, bu yoqga polностью kuxnya taxlanib, gaz, xolodilnik va mashina narsalar ehtiyojlar qondiriladi. Va siz kamera turgan joydan boshlab shu yerdan o'sha polностью bo'lib yuboriladi. Mashinadan bo'lib yuboriladi va o'sha bu yoq hovliga ketiladi. Xudo xolasa mana shu yerdan turib xonadonimizdan oshxonadan bo'lib yuboramiz va ketish bilan to'g'ri hovlini o'lchagicha devor tortib o'tiradi. Bu narsalar menimcha mijoz bilan bayib bitgandan keyin o'zaro kelishib olaveramiz. Obzorimiz shulardan iborat edi, hurmatli akalarim. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Kadastrlarimiz alohida, xonadon sotuvga mutlaqo tayyor. So'ralayotganlar xudo xolasa boshida ko'rish plan qildik. Menimcha hozirgi bozordan kelib chiqilib aytilganda ozgina baland degan tushunchaga va fikrga keldik. 370 ming AQSh dollari so'rovimizni xudo xolasa pastki raqamlarga aloqa chiqarsanglar bo'ladi. Batafsil kichik-chumu Adan yagacha xudo xolasa sizlar bilan kelishib, gaplashib olamiz. Sizlar bilan xudo xolasa hikoyali kanali bo'ldi. Men Abubakar. Xudo xolasa ushbu videoni yaqinlarga va shu videoni kim izlab yurgan bo'lsa, kerakli insonlarga jo'natib qo'ysanglar, men juda minnatdor bo'lardim. Xudo xolasa juda katta narsalarga, manfaatga va yordamingizga teggan bo'lardi xudo xolasa. Barchalarni kutib qolamiz. Kelinglar, ko'ringlar, gaplashib, savdosini bitkazib boramiz. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Kattakon rahmat. Bayramingizni yaxshi o'tkazib olinglar.